Alishga qiziqsanlar maslahat bermayman. Bo'lmas ekan. Bilgansimiz ekan. Hammaga salom qizlar. Sizlarga bugun Daiso va Aliviandan olgan narsalarimni raspakowka qilib beraman. Birinchi ustimdagilar yechib olay. Endi birinchi bo'lib Alivianni raspakowka qilaylik, Daisoni. Bilmadim. Bir chekkadan boshlaylik. Birinchi bo'lib Daisodan mana bunaqa ikkita o'g'lim uchun poypoq o'tkazib boshqacha rangida ayladim. Bu normalniy ekan. O'zimcha bunaqa shapka asli planda yo'q edi Daisoga berish. Просто men do'konga keyin Alivianga kirib kelaman degandim. Velosipedda elektronli bo'lgan shamol dahshat qulog'im sovuqadi, qo'lim sovuqqadi, shuning uchun shapka oldim. Qizimga ikkita bunday zakolka oldim. Ikkita mana bunaqa shirili kurina va shirin ekan, birisi yoqdi. Shirili yoqtiradiganlar. Mana yoshligimizda milksmi degan qand bo'lardi, xuddi shu. Mana shunaqa varianti, ta'mi shu rostdan o'zgarmagan. Ichida 10 ta bo'lardi. O'tkazib bir olib yeb ko'rdi, rosa ham mazali ekan. To'g'risi menga rosa yoqdi. Bunaqa changaq dedim. Perchatka mana. Bolalarim bilan ko'chaga chiqsam, mabodo aylangan sovuqda. O'tkazib shu maskadan ishlatib ko'rdim. Rostdan yuzimni ochartirib oqartirib, vitamin C bundaqa ikkita maska. Men cho'lkam bor. Doimo ba'zimda yetib qoladi. Shuning cho'lka uchun mist va bundaqa pigodi dedim. Mana shunaqasi bor ekan. Mana shu brenddan bo'lsa mashhur qiladi. Daisoda qarasam, o'g'il bolalar uchun bundaqa turkolar bor ekan. Kam uchun ikkita bittaga kiygani bo'laveradi. Paypoq, mana uzunroq. Shim ichidan kiygani. Endi qish shamol, shunga uzunroq paypoq kiygan yaxshi. Daisodan oxir o'zimga bundaqa qo'lqop. Buni o'zi ochib ishlatib keldim. Menga просто mana oddiysidan olaverdim. Просто mana nimada velosipedda qulaydi. Shular Daisodan olganlar. Keyingisi Aliviandan. Medicub'dan mana bunaqa maska oldim. Bu maska men osilgan teri yuzlar bo'ladi-ku, shularni tortishtirib, kollagen bilan boyitar ekan yuzni. O'shuning uchun shundan bir dona oldim. Mana bunaqa Anoe'dan Pedirian serum. Bu odatda bittasini narxiga men hozir buni bitta qo'shimchasi kremi и toner padidan 2 dona oldim. Bu quruq yuzlar uchun juda ham yaxshi ekan. Ham Pedirian, ham namlantiruvchi ekan. Men yuzim juda ham quruq, shuning uchun ham mos keladi. Shu rosa yaqudi ham bitta qo'yib yurdim. Bittasi ajinlar uchun, bittasi yuzni oqartiruvchi, yuz rangini ochuvchi. Buni o'g'liga hamma yuz ishlatsa bo'laveradi, hattoki sezuvchi teriga ham zo'r ekan. Bu esa ajinlarga yaxshi ekan bu maska. O'sha kerakli kitob qo'yib yurdim. Juda ham yoqdi. Bugungi obzorlar shular. Kimga qaysi narsa yoqdi yoki kim qaysi biridan ishlatib ko'rgan yoki keyingi safar qanaqa narsa olib ishlatishimni tavsiya qilasizlar? Nima yaxshi sizga eng yoqqan Aliviandan narsalarni tavsiya qilinglar qizlar. Kuninglar yaxshi o'tsin. Xayr.